Demek bugungi darsligimizda har bitta strategiyaga mos keladigan, ya'ni tradingda har qanday trader o'ziga strategiya sifatida yaratgan asosini gaplashamiz. Ya'ni tradingda o'zi grafiklar qanday yuradi? Umuman faqat grafiklar emas, narxlar. Narxlar o'suvchi, tushuvchi yoki davomiy hozirgi holatdagi narxlar bo'lishi mumkin. Endi bular qanday bo'ladi va uni qanday o'rganish mumkin? Strategiyalarga qanday yondashtirish mumkin? Buni biz market structure deb ataymiz, ya'ni bunda bozor tuzilishi. Bozor tuzilishini siz bildingiz degani 50% holatda tradingni o'rganib bo'ldingiz degani. Nimaga deydigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, siz o'zingizga bitta maqsadni qo'ydingiz yoki aynan qayergadir bormoqchisiz. Farg'onadan Toshkentga bormoqchisiz. Farg'onadan Toshkentga borish yo'lini bildingiz. Endi siz muammosiz ketishingiz mumkin. Lekin agar bilmasdan Andijon tomonga ketib boradigan bo'lsangiz, unda sizning yo'lingiz yana teskarilashadi xolos. Xo'p, endi buni qanday bilamiz? Bozor tuzilishi o'zi qanday shakllangan bo'ladi? Bozorda asosiy birinchi terminlar boshlanadi. High, ya'ni baland nuqta, keyin low, past nuqta bo'ladi. Aynan shu ikkovsi orqali biz bozorda olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni narx doim quyidagicha shakllanib ketgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Eng aniq joydan, bizga ko'rinishi eng aniq bo'lgan joydan holatda olib ketamiz. Deylik, mana quyidagi joy. Bunda bizda baland nuqtasi, esingizdan chiqarmay chapdan o'ngga qarab yuramiz doim. High bo'ladi va pastki nuqtasi low bo'ladi. High bilan lowdan tashkil topgan bo'ladi. Endi batda biz bilamiz bozorning holatini. Bizda bu nimaga olib kelyapti, qanaqa holatga olib kelyapti? Bu bozor holatidan bizga yana qo'shimcha keladi price action. Price action degan holat keladi. Price action nima? Price action bu narxning harakati. Ya'ni biz mana bu holatdan olgan bo'lsak, xo'p. Demak, low bilan high orasidagi yurish bu price action bo'ladi. Mana bu burilish, ya'ni high bo'lgan joy yoki low bo'lgan joy yoki monetaga low bo'lgan joy, bu market structure deyiladi. Ya'ni burilishlar bozorda holati, bitta burilishdan ikkinchi burilishgacha bo'lgan oraliq yurish, bu price action deyiladi. Buni biz oddiy o'zimiz tushungan holatda zinaga olgan bo'lsak, biz bilamiz, zina orqali pastga chiqish mumkin, tepaga ko'tarilish mumkin bo'ladi. Xuddi shu holatda olgan bo'lsak zinani, nima bo'lyapti? Mana bu bitta burilish joyi, mana ko'ryapsiz, burilish joyi va ikkita burilish joyi orasidagi bu holat bizda price action bo'ladi. Mana bu burilish joylari bo'lsa, market structure deyiladi. Endi price action va market structure bir-biriga qo'shilib bullish market yoki ko'pchilik aytadi buni uptrend yoki bearish market. Ya'ni downtrend bo'ladi. Xo'p, bunda buqa bozori hamda ayiq bozori bo'ladi. Xo'p, endi biz ko'rgan bo'lsak, buqa bozor bu tepaga yo'nalayotgan, bearish market bu, ya'ni ayiq bozori pastga yo'nalayotgan holat bo'ladi. Oldingi videolarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Mana bu zina poyadan foydalangan holatda biz ko'ryapmiz, bu pastga tushib ketayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz chapdan o'ngga olamiz dedikmi? Demak, chapdan o'ngga olgan bo'lsak, bu pastga tushib ketyapti. Nima bo'lyapti? Bizda burilish nuqtalarini olamiz. Demak, market structure, mana oraliq price action.
market structure, price action, market structure, market structure, market structure va mana orasidagi price action bo'ladi. Ya'ni buni real bozorda ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda burilish sifatida ko'rishimiz mumkin. Burilish bo'lgan bo'lsa, bu burilishdan bu burilishgacha bu price action bo'ladi. Xuddi shunaqa holat. Endi biz batda nima qilyapmiz? Bozorlarda zina sifatida ko'ryapmiz. Endi bu bearish market, ya'ni pastga ketayotgan market bo'lgan bo'lsa, tepaga ketayotgan market, tepaga chiqayotgan zinani tasavvur qiling. Birinchi etajdan ikkinchi etajga ko'tarilyapsiz. Demak, nima qilasiz? Bitta chiqib ketasiz. Va siz bilasiz, mana bu qancha oyog'ingizni qancha ko'tarishni o'zingiz bilasiz. Siz unga zinaga qarab olmaysiz. Har bitta ko'tarilayotganda zinaga qarab yana qancha ko'tarishim kerak yoki boshqa demaysiz. Siz uni aqlingiz yetadi, uje mana ongi ostida uje shakllanganda qancha yurishi. Demak, bizda strategiyani mukammal shakllantirib joylashtiradigan bo'lsak, bizda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Endi bu bozorimiz oddiy bozor holatida ketyapti, ya'ni doimiy ko'rishimiz mumkin bo'lgan holat. Biz bullish bilan bearishni alohida ajratib ko'radigan bo'lsak, nima bo'ladi? Bozorda xuddi shu trend bo'yicha ketayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Eng aniq joyda aniqlab olamiz. Demak, menda bu bo'lyapti. Buni bilishim uchun menga ikkita terminda o'zi kifoya. Ya'ni high bilan low. Demak, high deb belgiladim va low deb belgiladim. High bilan low nimaga kerak menga? Ikkosidan bittasini keyingi qadamlar buzib o'tishini kutishim kerak. Demak, nima bo'lyapti? Bozor price action ketyapti-da, ya'ni tepaga yo'nalyapti. Endi tepaga yo'nalgan holatida e'tibor bering, birinchi qaysi birini buzib o'tyapti? Low da davom ettiraman, high da davom ettiraman. Demak, buzib o'tayotgan joyi high da, ya'ni baland nuqtani, e'tibor bering, mana bu baland nuqtani buzib o'tyapti. Endi buni buzib o'tgandan keyin yangi joy hosil bo'ladi. Ya'ni yangi baland nuqta hosil bo'ladi va buni biz higher deb ataymiz. Higher deb ataymizda, ya'ni higher degani balandroq degani. Balandroqdagi baland nuqta bo'ladi. Balandroqdagi baland nuqta bo'lgan bo'lsa, endi bizga pastroqdagi baland nuqta kerak-da. Plus teparoqdagi pastki nuqta kerak. Mana qarang, bizda pastki nuqta bor. Endi bu teparoqda shakllanyapti-ku. Buni qanday topamiz? Demak, higher deb belgilab bo'lganimdan keyin bitta oldingi burilish nuqtasi bo'ladi. Demak, higher ni ko'ryapsiz. Undan orqaga qaytadigan bo'lsak, bitta oldingi burilish nuqtasi shakllanyapgan bo'ladi. Xuddi shu ketma-ketlikda topishimiz mumkin bo'ladi. Endi buni ko'chiraman. Demak, bu nima bo'ladi? Balandroqdagi pastki nuqta higher low va xuddi shu ketma-ketlikda davom ettiraman. Higher low, yana buzib o'tishga qarab ketaveradi. Higher hamda higher low. Higher hamda higher low kerak bo'ladi. Shunda bu bizda nima bo'ladi? Bozorning yo'nalishini aniqlab bo'ldik. Bu tepaga ketayotgan bozor. Buni ko'pchilik allaqa trend liniya chizadi, boshqa chizadi. Lekin trend liniyalar doim ham ishlamay qolishi mumkin-da. Gap yo'q trend liniyaga. Juda ham zo'r strategiya. Lekin bir-biriga mos kelmagan holatlar bo'lishi mumkin. Demak, tasavvur qiling. Bu metda turibdi. Biz trend liniyani orqadan olib kelishimiz kerak bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. Bizga nima kerak? Shunchaki bozor holati kerak-da. Qatdan qaytadi yoki o'sha maksimumga qatdan chiqadi. Deylik, mana shu yurishdi, mana bu joydan ushlashimiz mumkin bo'lar edi. Ya'ni biz savdoga doim higher lowdan kiramiz. Bozor bullishda ketyaptimi? Biz faqatgina higher lowdan kiramiz, xolos. Xuddi shunaqa holatlarda ketaveradi. Xo'p, u savdoga kirishlar, savdoga qachon kirish, boshqa qilish YouTube'dagi boshqa videolarimda bor. Ya'ni tradingni 0 dan pro darajagacha o'rganish, birinchi savdogacha o'rganish degan holatlarda bor. O'shalar orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi downtrend, ya'ni pastga ketayotgan bozorda qanday bo'ladi? Xuddi o'sha bizga kerak bo'lgan
high, ya'ni chapdan o'ngga qarab ketadigan bo'lsak, bizda birinchi baland nuqta bo'lyapti. E'tibor bering. Mana baland nuqta shakllanyapti, ko'ryapsiz. Undan keyin low. Endi yana xuddi o'sha savolni beramiz. Qaysi birini buzib o'tib ketyapti? Davom ettiramiz. Low'ni buzib o'tyapti-da. Endi narxlar pastroqda shakllanadi. Bunisida endi teparoqda shakllanyapti. Mana e'tibor bering, birinchi boshlagan nuqtamizdan teparoqda shakllanyapti. Endi pastroqda shakllanyapti. Ya'ni biz pastroqdagi pastki nuqta deb olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni lower low bo'ladi. Endi xuddi o'sha mana qoidaga asosan, demak lower lowdan bitta oldingi burilish nuqtasi bizda lower high bo'ladi. Bozor shu ketma-ketlikda ketaveradi. Demak nima bo'lyapti? Lower low shakllanyapti. Lower high, lower low hamda lower high shakllanyapti. Yana davom ettiramiz. Lower low, lower high. Retail trader sifatida bizning vazifamiz nima? Lower low hosil bo'lganda keyingi endi shakllanadigan lower highni topib sellga kirish. Higher high shakllanganda undan keyin hosil bo'lgan higher low'ni taxminiy topib turib buy ishlash bo'ladi. Buni endi maksimal darajada aniqlash uchun strategiyalardan foydalaniladi. ICT, SMC, SNR biz asosan shundan foydalanamiz. Asosiysi bozorda qayerga ketayotganini bilib olsangiz, ixtiyoriy любой strategiyadan foydalanib undan ishlab ketishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy misol o'sha nimalarda ham ICT yoki SMC larda ham aytishadi-ku, tepaga ketyapti, metdan buy kiramiz, metdan sell kiramiz. Hammasida bir xil oldin yo'nalish topiladi. Xo'p, endi qarang, biz bitta bullish bilan bearish topib oldik-da. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Endi bizga bozor doim yo tepaga yoki pastga harakatlanmaydi, bozor o'zining yo'nalishini o'zgartiradi. Deylik, mana holatdan olib ketadigan bo'lsak, high hosil bo'lgan, undan keyingi holatda tepaga buzib o'tgani uchun e'tibor bering, men nima qilaman? Buni higher high qilib belgilayman. Higher high bo'ladi. Endi bitta oldingi burilish nuqtasiga qaytaman. Bu endi higher low vazifasini beradi. Higher low. Endi faktik oladigan bo'lsam, bu high, bu low bo'lyapti. Ya'ni teparoqdagi. Endi buzib o'tishni qaysidir bittasini buzib o'tishini kutaman. Menga albatta shu kerak. Demak, bu nima qilyapti? E'tibor bering, mana o'ngga davom ettirsam, higher low'ni buzib o'tyapti. Higher low'ni buzib o'tayotgan bo'lsa, men nima qilaman? Buni ko'chiraman-da. Endi bu pastga buzib o'tgani uchun bu bizda shakllanadi lower low bo'lib. Bitta oldingi burilish nuqtasi bo'lsa, lower high bo'lib qoladi. Va davom ettiraman. Xuddi shu ketma-ketlikda. Demak, nima qilaman? Men uni buzib o'tyaptimi, buzmayaptimi, aniq e'tibor berishim kerak bo'ladi. Chapaslatib qo'yaylik. Buzib o'tyapti ekan, bir punktga buzib o'tsa ham, buzib o'tish hisoblanadi. Demak, lower low hosil bo'ldi. Bizda lower high hosil bo'lyapti. Endi lower low, lower high bo'lgan bo'lsa, yana davom ettiraman. Qaysi birini buzib o'tayotganini ko'rishim kerak bo'ladi. E'tibor bering, lower highni buzib o'tyapti. Lower highni buzib o'tgani uchun nima qilaman? Demak, bu menda tepaga buzib o'tyapti, higher high hosil bo'lyapti. Higher highdan bitta oldingi burilish nuqtasi bunda bo'lib qoladi, bizda higher low. Va davom ettiramiz. Higher high, higher low. Va bizda yana demak davom ettiraman, qaysi bir bittasini buzib o'tmaguncha. Xo'p, endi mana higher high bilan higher low hosil bo'ldi. Siz savol berishingiz mumkin. "Mo oraliqchi" deb. Yo'q, bu shunchaki bozor holati. Bozorda o'zini ketayotgan joyi. Bizda qachon aniq bo'ladi? Faqatgina yo higher highda yo higher low'ni buzib o'tganda. Va bizda yana higher highni buzib o'tyapti. Higher high va bitta oldingi burilish nuqtasi bizda bo'lyapti. Higher low bo'lyapti. Endi qarang, siz savol berishingiz mumkin. Mana mendan low bilan highdan boshlayapmiz deyishingiz mumkin bo'ladi. Uni qayerdan aniqlayman? Bozor juda ham ko'p-ku, chapga qarab ko'p ketadi-ku desiz, eng aniq joydan boshlang. Xohlasangiz mana oralig'i aniqdir, eng oxirgisi aniqdir. Farqi yo'q. Siz uchun eng aniq, eng tushunarli joy kerak bo'ladi. Xo'p, endi buni aniqlab bo'lganingizdan keyin deylik, menga mana joy muhimmi, qayta muhim desiz,
eng oxirgi high bilan higher low orasi muhim bo'ladi. Eng oxirgi high bilan higher low orasi muhim bo'ladi. Buni ichidan siz area of interest topasiz. Ya'ni savdoga kirishga qiziqish nuqtasini topasizda. Savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. Deylik, nima bo'lishi mumkin? Metga kelib ketishi mumkin bo'ladi. Shu bizda yangi shakllanadigan higher low'ni topish jarayoni deyiladi. Deylik, biz metgacha olishimiz mumkin. Xo'p, highdan mana bu joygacha kelish ehtimoli bor va yana davom etishi mumkin bo'ladi. Endi bu yerga kelganda narx buzib o'tib ketib qolsa-chi yoki boshqachi degan savollarga javob u boshqa strategiyamizni boshqa sabablariga qarab ketadi. Deylik, o'sha siz ICT o'rganadigan bo'lsangiz, ICT ni sababi bo'yicha, SMC bo'lsa, SMC o'zi почти ikkosi bir xil narsa. Keyin masalan, mani strategiyamni o'rganmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, mani strategiyamda bitta qo'shimcha shuncha narsa bor, o'shalarni shakllantirib turib o'rganasiz. Uning ichida bu 5 balli savdo bo'lishi mumkin, 4 balli savdo bo'lishi mumkin. Shunaqa holat bo'ladi. Endi buni real bozorda ko'rsatib beradigan bo'lsam, USD JPY parasi bugun 7-aprel soat 1 dan 10 minut o'tibdi. Bozorda holatni ko'rishingiz mumkin. 4 soatlik vaqt oralig'ida ketyapti. Men nima qilaman? Eng aniq joyni belgilab olaman. Eng aniq joy menga mana quyidagi joy bo'ladi. Nimaga? Chunki pastda turibdi. Buni men lower low sifatida belgilayman. Endi bitta oldingi burilish nuqtasi men uchun lower high bo'ladi. Xo'p, bozor ketdi, tepaga buzib o'tyapti. E'tibor bering, mana bu higher high bo'lib qoladi. Endi bitta oldingi burilish nuqtasi quyidagi joy higher low bo'lib qoladi. Xo'p, bu battan burilayotganini qatdan bilasiz degan savol berishingiz mumkin. Mana bu shamni rangi o'zgarishi, mana bitta ko'k sham, bitta qora sham, bu narx tepaga ko'tarilib pastga tushdi degan. Bu aniq burildi degan. Yo bo'lmasa bitta chiziqlikka olib o'tib olsam, mana ko'ryapsizmi? Endi qarang, men nimaga aynan tana qismiga qo'yapman? Soya qismiga qo'ysangiz bo'ladi, boshqa bo'ladi. Yo'q, tana qismi eng asosiy joy hisoblanadi. Xo'p, mana ko'ryapsizmi? Mana tana uchiga qo'yganman burilishda, aynan tana qismini ko'rsatyapti. Davom etaman, demak, ikkosidan bittasini buzib o'tishini kutaman. Demak, buzib o'tayotgan joy mana quyidagi joyda buzib o'tayotgan bo'lsa, to'xtagan joyi mana bu joy bo'lyapti. Bitta oldingi burilish nuqtasi menga albatta higher low bo'ldi. Endi yana davom ettiraman. Demak, higher low bo'lyapti. Endi higher low'ni buzib o'tayotganini ko'rishingiz mumkin. Higher low'ni buzib o'tsa, pastda bizda lower low hosil bo'ladi. Bitta oldingi burilish nuqtasi, mana e'tibor bering, mana bitta oldin burilyapti, bu bo'lyapti bizda lower high. Shu ketma-ketlikda davom ettiraman. Demak, lower low, lower high qaysidir bittasini buzib o'tishini kutaman-da, mana e'tibor berishingiz mumkin. Birinchi bo'lib tepaga buzib o'tyapti. Tepaga buzib o'tayotgan bo'lsa, men buni albatta ko'chiraman-da, bu bo'ladi, high bo'ladi. Endi bitta oldingi burilish nuqtasi, demak, aynan lower low emas. Bitta oldingi burilish nuqtasi. Ko'raman, o'shani topaman. Deylik, mana bu joy bo'lishi mumkin. Lower high. Endi bu juda oraliq kichkina-ku, nima qilaman desiz, bitta chiziqlikka olib o'tasiz. Oraliqni yaxshi deb olgan bo'lsangiz bo'ldi. Demak, ketdi yana. Buzib o'tayotgan joyi high hamda lower high bo'lyapti. Bitta oldingi burilish nuqtasi. Endi ko'rishingiz mumkin, lower highni buzib o'tyapti. Bu nima bo'lyapti? Lower low bo'lyapti. Lower low. Mana bu joyda lower high bo'lyapti. Xuddi shu holatda davom etyapti, qarang. Lower low'ni buzib o'tyapti, mana bu joyda. Hop, lower high ko'chib qolyapti bitta oldingi burilish nuqtasiga. Endi nima bo'lyapti? Lower low, lower high. Endi nima bo'lyapti? Mana tepaga buzib o'tyapti, qarang, e'tibor bering. Endi bu bo'lib qoladi, albatta higher low. Bo'ldi, bozor holati shundan iborat. Siz bemalol savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. Deylik, men masalan, xo'p,
quyidagi joyda oladigan bo'lsak, men o'zimni strategiyam bo'yicha savdoga kirgan bo'lardim. Bunga kirganman ham. E'tibor bering. Xo'p. Aynan shu joygacha olaylik. Lower low, lower high. Nima qilaman? Albatta bunday chizaman. Menda qiziqish nuqtasim bor. Xo'p, qiziqish nuqtasini belgilagan bo'lardim quyidagi joy sifatida. Xo'p, mana. Qiziqish nuqtasi support va resistance eng ko'p tekkan joy bo'ladi. Demak, resistance, support va mana bu joyda aytda lower low bo'layotgan bo'lsa, lower high bo'layotgan bo'lsa, menga kelyapti, tasdiqni beryapti, ketyapti. Xuddi shunaqa holat mana yerda ham bo'layapti. Kelyapti, tasdiq beryapti, ketyapti. Savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Bunga bemalol amal qilishingiz mumkin. Endi savdoga kirish haqida ko'proq ma'lumotni mana shu YouTube'dagi videolarimda berib boraman. Ko'rishingiz mumkin. Umid qilaman bozor holati sizga tushunarli bo'ldi deb. Unutmang, trading faqat sabrlilar uchun. Agar siz 20 minutlik, yarim soatlik videoda bitta joyda o'tirib daftarga ruchkalar bilan yozib boshqa qilmayotgan bo'lsangiz, bilmadim sizdan yaxshi trader chiqadimi yo'qmi. Masalan, men o'zim stabillikka erishib bo'lganman. Xudoga shukr, ishlashlarim normalniy. Haftasiga 3 ta 7 ta savdo ochaman. Umuman azartga berilmayman. 3 ta 7 ta savdolardan kamida har bittasiga 1% dan risk qilib, haftasiga 5-6% ishlashim mumkin bo'ladi. Endi sizga ham maslahat beraman. Bo'ldi, o'rganishga qaror qildingizmi? Sabr qilib o'rganib, natija ko'rmaguncha o'rganaverish kerak. Keyin men tradingda bitta strategiyani o'rganib bo'ldim yoki bitta narsani o'rganib bo'ldim, bo'ldi, o'rganmayman bas. Doim o'rganishga mavzu topiladi. Umid qilaman, buni oxirigacha ko'rdingiz. Tavsiya qilaman, keyingi chiqarilgan videolarda ham ko'rib boring.